hamma qilgan niyatlarimiz amalga oshib, to'ylarga buyursin. Mana shu xonadonlarda to'y bo'lganda chaqirsangiz kelish bizga ham nasib etsin. Uyda o'zing qilasiz yo? Mana shuni yo'q ekan. Mana shuni. Tartib etsin. Sizlerim praktik. Qani sindiring. Sizlar mana kuni bilan ovqatan bermaydi bular. Bismillahirrahmanirrahim. Sayı harakatinizde hem böyle yaxshi, odamlarimiz xushchaqchaq. Ammo maqsadim sizlarga boy qilish. Xalq boy bo'lmasa, davlat boy bo'lmaydi hech qachon. Hech qaysi davlat xalqini boy qilmasdan boy qilmagan. Men shuning uchun kichkinagina bo'lsa ham tovuq olib boramanmi, tomorqani qilib beramanmi, uzumini imkoniyat yaratamanmi, navini olib beramanmi? Xonadon boy bo'lsin deyapti. Xonadon tinch bo'lsin. To'yni qilsin deyapti. Ana shu mening maqsadim. Mana duolari o'zi menga kuch-qudrat beradi. Hozir menga savol berdi mana ommaviy axborot vositalari. Bitta rost gapni ayting deydi. Qayerdan kuch olasiz deydi. Men dedim xalqimni ko'ziga qarab, shu ishlarimiz o'ngidan kelishini ko'rib, mana shu yerdan kuch olaman. Mana shu kuch menga qudrat. Men hayotimni shunga bag'ishlaganman. Qanday vaqt ko'p bo'lsa ko'proq Siz 3 yildan beri Hayır, mana aytdim kech bo'lsa ham kirib ketaylik. Yo'q. Va kech bo'lib ketdim aytdim, va'da bergan bo'lsa kirib ketaylik. 3 yildan beri kutaman. 3 yildan beri kutamiz. Rahmat. Biz endi Xudo xolasa Andijonga yo'l olamiz. Xudo xolasa. Mazza qilib olamiz. Rahmat.